Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xulosa bilan ish jarayonimizni boshlab oldik. Bu Cobalt'imizga metan nastroyka qilib beramiz original jihozlar bilan. Adax Farsunka X original reduktor, Stag original GoFast miyalar bilan nastroyka qilib beramiz. Orqasiga 90 talik balon metan nastroyka bo'lyapti. Joylashlari mana balon. Bu yerda Haval M6'miz bor. Bunga 61 talik propan nastroyka qilib beryapmiz. Original jihozlar bilan. Tartiblar bilan qisqacha tanishadigan bo'lsak, Nordic original reduktor, Real Italian original Farsunka, Stag 200 miyalar bilan nastroyka qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu balonimiz ham keldi, xudo xolasa 61 talik balon joylab beryapmiz, xudo xolasa.